Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Bugun 18-fevral 2026-yil haftaning chorshanba kuni biz yana mini chorvamizdan video syomkalarni boshladik. Videolarimizni yangi bo'lsangiz, ekraningizning o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan olib kuzatib borasiz. Videolarimiz boshida yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Demak, boshladik. Bugun 3 dona xunojon, ona bola qo'y, bo'g'oz qo'y, qo'zi qo'chqor, katta sora qo'ylar hammasini batafsil videosini qilib berishga harakat qilamiz. Xotirjam ekran ostiga o'tirib olib tomosha qilishlaring mumkin. Demak, boshladik. Mana bu yerda 3 dona xunojinimiz bor. Boy bastilari 95 santimetrdan. 7 ishtilarda muammosi yo'q, yaxshi kamchiliklari yo'q, ahvoli kelishgan. Ko'rib turibsizlar. Hammasi bu. Narxiga keladigan bo'lsa, bular shu 3 ta holat. Bularni hozir narxini aytib o'tamiz. Narxiga keladigan bo'lsa, 8,5 million so'mdan vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beramiz. Ba'zan xayri bor. Qo'ylarimiz 4-tishini chiqaryapti. Ana shu ikkita ina qo'yimiz, bolalari qo'chqor. Boylari 75-80 chiqadi. Bolalari ham ancha ajratsa ham bo'laveradi ham qo'ygan, lekin biz ajratganimiz yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, narxlari 8,300,000 so'mdan dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Mana bo'g'oz qo'yimiz, birinchi qoringa bo'g'oz, boylari 75. Mana shu qo'yimiz bo'g'oz qo'y. Hop, narxiga keladigan bo'lsa, bunisini 4,300,000 so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, bolalari ham qo'chqor, mana bu ona bolalarimiz bolalari. Dumbalari ham osilgan zo'r. Xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Ko'rib turibsizlar. Hop, mana bu yerda 3 dona qo'zi qo'chqorimiz bor. Qo'chqorlarni ham zo'r. Narxlari ham xudo xolasa bomba qilib beramiz. 4,600,000 so'mdan cho'lasini bir joyga olaman degan odam bo'lsa, tavsiya qilaman. 7 ishtilarda muammosi yo'q. Arqa-oldi ham kelishgan zo'r. Xudo xolasa. Toza qo'ylardan dumbalarini ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa arziydi. Kamchiliklari yo'q. Bularni ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Xudo xolasa yaxshi. Qiziqqanlar yana bir bor eslatib o'tamiz. Ekran ostidan nomerga aloqa chiqishlari mumkin. Telegram, WhatsApplar ishlab turadi. Manzillarimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Hozir bo'g'oz qo'chqor hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda qo'zi qo'chqorlarimiz bor. 4,400,000 so'mdan kamaytirib beramiz bularni. 7 ishtida kamchiliklari yo'q. Bo'ylari ham 80 santimetr atrofida. 7 ishtilarda muammosi yo'q. Mana bu qo'chqorchalarimiz 4 million so'mdan xayrini qilib beramiz. Bular ham qo'zi qo'chqor, 7 ishtilari yaxshi. Mana bu yerda toza sovlig'imiz bor. Qisir. Bo'ylari 90 santimetr chiqadi. 90 dan baland bo'lishi mumkin, 1 metr ham chiqishi mumkin. Endi o'lchaganimiz yo'q, lekin boqadigan odamga tavsiya qilamiz. Narxini kelishtirib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsa, $1000 bunun narxi. Bu yerda shuni qo'chqoridan bor mana. Bo'ylari toza 1 metr. 4-tishini endi chiqardi, oyoq-qo'li uzun, zo'rida. Bunun narxi 9 million so'm. Buni ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Bo'g'oz qo'ylarimiz, birinchi qoringa bo'g'oz bular, 7 ishtilari yaxshi, kamchiliklari 7 million so'mdan
hayri bor bularda. Mana bu yerda katta bo'g'izlarimiz bor. Boylari 95-90 plyusga olaverasizlar. Birinchi qoringa bo'g'az. 2 tish, 4 tish, ichida 2 dona bor, yoshi kattarog'i. 6 tish. Ular ham katta emas. Narxi keladigan bo'lsa, bir joyga olaman deydi odam bo'lsa, 8 million so'mdan hayrini qilib beramiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Manzillarimiz Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i. Qiziqqanlar ekran ostida nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, padishah turasizlar. Mana shunaqa sog'liq bo'g'oz, sog'liq boqaman degan do'st birodarlar padilishah turasizlar. Hammasi 100% bo'g'oz bulardi. Qo'chqorlarimiz, kashtan qo'chqorlarimiz mana bular ham zo'r. Tavsiya qilamiz. Quruvonlikqa boqaman deydi odamlarga. Mana shu qo'ylar ham o'ta zo'r variantida. Bo'ylari 85 plyus chiqaveradi bular. Katta. Yem yeb turgan variantida. Narxiga bir joyga 5 tasini olaman degan odamga 4 million 800 ming so'mdan qilib beramiz. Xayri bor, albatta bularda hammasini dastlabki xizmatlari ichida. Uyingizga boradi, pulini sanab beraveramiz. Bugungi video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Qiziqqanlar ekran ostida nomerga aloqa chiqaverasizlar. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib bo'lsin. Oilalaringga, qilayotgan ishlaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Chorvalaringga baraka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.